Hurmatli do'stlar, hammaga xayrli kech. Bizda xursandchilik kun. Mujik сказал, mujik сделал. Ropparasi 60 kun oldin, mana bugun 20-mart, Ruhshonani uyini qurishni boshlagandik. Yuzi kuyib ketgan qizimiz, adalari o'tib ketgan 4 ta yetim farzand onasi bilan qolgan, boquvchisiz qolgan. Necha yillar hokimiyatga ariza yozib ham hech kimdan najot topmagan, hech kim uy qurib bera olmagan, oxiri tomidan chak o'tgan uyda yashab kelishgan. Mana shu oila 60 kun oldin shu joydan chiqib ketishgan. Hozir ular yangi uyga kirishadi. Biza hozir videoda ko'rasizlar, 2 xona uy degan ekanmiz, lekin 4 xona uy va alohida hammom, alohida tualetlar qilib, qo'shnilarni ham darvozalarini yangilagan ekanmiz. Assalomu alaykum. Yaxshi keldinglarmi? Qalaysiz? Qalay polvon, yaxshimisan? Voy jonim meni. Alaykum assalom. Qalaysiz? Yaxshi. Ruhshonaning yuzlari ham mana yaxshi bo'lib qolgan. Yaxshi keldinglarmi? Shukr. Yangi uyga kiramizmi? Taniyapsizmi Mamatlarni? Ha? Tani? Bismillah. Sizlar esa hozir mana bu 1 minutlik kadrni ko'ringlar. Bu birinchi kun kelganmiz, mana mashitda turib gapirganman. Hurmatli do'stlar, hammaga juma muborak. Biz kechagi sinimiz uyga keldik. Qizlar kuyib qolgan xonadonga. Sig'adimi? Ish ochiladi. Qalaysiz? Yaxshimisiz? Charchamadingizmi? Chiqoringlar sizlar. O'zi so'rashyapti, men shunga ozgina qiynalganimga so'radi. Bo'lmasa bunga ketadi. Hurmatli do'stlar, ovoz beramiz, kommentariyada yozamiz. Agar mana ro'za yaqin, ichinglarda shunaqa mard bolalar bo'lsa, kelinglar. Mana shu yerga xona yutib beraylik. Hammasi yaxshi bo'ladi, xo'p? Biz hali kelamiz endi. Do'stlar, mana shu sinimizga mana shu yerlari bor ekan. 2 xona, 3 xona uy quramiz. Endi orqadagi holatni ko'ringlar. Bitta ko'ringlar, orqadagi holatni mana kadrlarni olasizlar. 60 kun biz qanaqa mehnat qilganimizni ko'rasizlar. To'xtamadik, qorga ham qaramadik, suvga ham qaramadik. Shunaqa gaplar. Qani, bismillahirrohmanirrohim. Kelinglar. Aytgancha birinchi anaqam bor. Taniyapsizlarmi uylarni? Ha? Qanaqa edi? Bir akamizdan sovg'amiz ham bor. Mana buni akamizni o'g'li ehson qilib yig'ibdi. Ruhshonaga deb o'zi yig'ibdi. Siz tengi ekan niyat qilib, ertaga o'zingizga bir narsa olar ekansiz. Rahmat. Sizlarni ayta olmayman, akamni safardalar. Bu 10 million so'm esa o'zlari zakot puli deb berdilar. Rahmat. Alloh rozi bo'lsin. Ketdik. Qani endi uyga kiramiz, kelinglar. Qani kiringlarchi? Bo'ldi. Qani kiraveringlar. Mana. Qalay? Ha? Xalajinlikda mana xalajinliklarimiz ham yangi. Rahmat, shunisiga ham kattakon rahmat shunchalik. Hamma narsani qilibsizlar. Qani, mana bu yerda o'tirasizlar. Mana televizorda oldida oyingizlar ovqatlar qilib berishsa, mana bu yerda choy ichib o'tirasizlar. Tushundinglarmi? Endi qani bu yoqqa kiramiz. Kiring siz ham. Voy, ana kravatlar. Mana sizlarga 4 ta kravat, mana televizor, mana shkaf. Qani yotib ko'ramiz? Bitta-bitta. Yostiqlarini ulgura olmay qoldi. Ertingdan siz qaysi birini tanlaysiz? Shunisimi? Yoting. Ana ko'rpachalar bor, keyin o'zingizlar savolasizlar. Qalay bo'ldi? Kattakon azizga. Ha? Keyingi xonalarga ham kiramiz. Qani yuringchi? Mana yangi uy 60 kun. Mana, qani? Ana. Qalay. O'tirib ko'ringlarchi qani? Kelinglar. O'tiringlar. Qani? Qalay ekan? Keling. Keling siz ham. Sekundga o'tiraylik. Qalay ekan? Yumshoq ekanmi? Ha? Yuzlar ancha yaxshi bo'lib qoldi. Yaxshi, ancha yaxshi. Endi yana bitta xona kirdi.
yuringlar. Bu xona endi shu kattalarning xonasi. Qani, siz boshlayingchi, qani siz boshlayingchi. Masjidga kirasizlar. Bekimoch o'ynasanglar, mana ichiga kirib bekim olsanglar ham bo'ladi mana. Ana. Hech kim. Aziga o'zi o'rgatib ketyapti. Men sig'dim, siz aniq sig'asizlar. Aziga o'zi o'rgatib ketyapti nima qilishni. Qalay? Xursandmisiz, ha? Rahmat. Ruxshona xursand. Kelinglar. Rahmat kattakon hammanglarga. Alloh rozi bo'lsin sizlardan. Bizlar siylabsizlar, sizlarga 10 barobar xizmat aytarsan Allohim. Xursandmisizlar? Rahmat kattakon. Xursandmisiz? Gapiring, amakilaringiz mana ko'ring. 60 kun bo'ldi. Siz sovqatib o'tiruvdingizmi? Rahmat, amakilarga hammasiga rahmat. Rahmat. Mana gapiring, qarang. Amakilar rahmat. Ayt. Usta akalar rahmat. Rahmat amaki. Hayajonlanyapti Ruxshona. Siz gapirasiz balki, qani? Rahmat amaki, rahmat sizlarga. Hammaga rahmat deb qo'ying. Hammaga rahmat. Sizchi, siz ham bir gapiringchi. Hammaga rahmat. Uy qalay chiqibdi? Zo'r. Yaxshimi? Siz ham gapiring, qani? Hammaga rahmat. Bu mikrofon yo'qda, kamera. Hammaga rahmat. Hurmatli do'stlar, o'sha gap mujik сказал, mujik сделал. Mana ko'ryapsizlar, oilalari xursand, farzandlari xursand. Biza o'sha hozirgi videoda ko'rgan bo'lsanglar, ikki xonani aqlimiz yetsa qilib yuboramiz degan ekanmiz. Albatta, avvalambor yaratgan egam o'zi bizga nima deydi? Kuch berdi, quvvat berdi, ishonch berdi. Sizlar bilan birlashdik. Yana bir akamiz borlar, safardalar, juda katta yordam qilgan. Ismlarini ayta olmayman. Xullas, siz, biz, u akamiz hammamiz birlashdik, lekin shu bitta oilani xursand qila oldik. Albatta hokimiyatga ham albatta rahmat. Alohida boshda buldozerlardan yordam qilishdi, katta mashinadan. Albatta buni biz eslaymiz, chunki proyektlarni ham chizishga yordam qilgan kadastrdagi aka-ukalarimiz, ruxsatnoma bergan aka-ukalarimiz hammasiga rahmatimiz bor. Bu uylarni biz o'zimiz uchun emas, mana shu farzandlar uchun qurib berdik. Bu opamizni erlari vafot etganlar. 4 ta farzandlar, kel bu yoqqa. Kel. 4 ta, mana shu 4 ta farzandlari bilan shu qolib ketishgan. Nima deydi? Yolg'iz ayolga har doim qiyin. Shuning uchun bizga, sizga o'xshagan aka-ukalar bor ekan, xudo xolasa o'zbek xalqi juda mehribon ekan, hech hattoki kinolar bor. Haligi sen yetim emassan degan o'rislar bizni tan olgan mehribon xalq deb. Shuning uchun yon atrofimizga e'tiborli bo'laylik. Mana shunaqa ro'za Ramazon kunlari mana biz уже 4-uyni topshiryapmiz. Bir onaxonga uy qurib berdik. 4 ta nevarasi bor. Yana bir onaxonga uy qurib berdik. O'g'illar o'tib ketgan. Bularga mana uy qurdik. Chorvoqdagi bir akaga uy olib berdik. 4 ta uyni bir 2 oyda qurib bitirdik. Bundan tashqari masjid ishlari, bundan tashqari ehson ishlari bilan hammasi odamni juda charchatdi. Lekin biz qilgan ishimizdan juda xursandmiz. Barcha boshidan biz bilan bo'lgan, bizni qo'llagan hamma aka-ukalarga rahmat. Mana ko'rdinglar kadrlarda bu joyda to'g'risini aytamiz. Uncha ustalar bu qing'ir-qiyshiq joyda uy qura olmaymiz. Material ko'p ketadi, beton ko'p ketadi, shag'al ko'p ketadi, mashina tushib chiqish qiyin deyishdimi, aytdim yo'q. Men shu yerda agar uy qurmasam dedim, men otamni bolasi emasman, o'zim qasam ichdim. Xalq pul tashaydimi, tashamaydi, men Allohga tavakkal qildim. Lekin mana bitirdik. 2 marta boshda video qo'ydik. Bir marta 70 qancha million tushdi, videoda bor, ikkinchi marta 20 qancha ham. Xullas 95-100 million bilan boshladik. 475 million bilan tugatdik. 475 million. Bu sifrlarni nimaga, sizlar aytishinglar, nimaga gapirasiz? Nimaga peshlayapsiz? Yo'q. Hamma narsa hisob-kitobi bo'lgani yaxshi. Ertaga bu sodda sinimizni yo opamizni kimdir uylarini sotib olmoqchi bo'lsa, yo ertaga davlat buzmoqchi bo'lsa, suv bo'yida ekan, krasniy liniya o'rniga biz sizga bir xona dom beramiz desa, bular o'zi uyning qiymatlarini o'sha biladilar. To'g'ri xona, katta uy. Mana hozir kadrlarda hammom tualetlarini ham ko'rsatamiz. Mana kadrlar ketyapti. Hovlilarini to'liq tekislab, bularda tualet ham yo'q edi, hojatxonasi ham yo'q edi, hammomki umuman yo'q edi. Bu bolalar boshda kelganimizda uzr endi uyat bo'lsa ham aytaman, farzandlarini hidlari ham bor edi badanlarida, chunki sharoit yo'q edi. Bu opamiz o'zlari ishlasinlarmi, farzandlarini boqsinlarmi
yo bularga qarasizlarmi, kamiga o'shalarning yuzlari kuyib qolgan, o'tkaylar tomlari yonib ketgan. Bu o'shaning uchun bu farzandlarni mana shunaqa qilib siz bilan savachib qo'yganiga Allohimga ming shukr do'stlar. Bu videolarimizni qilishimizdan maqsad insonlar orasida yo'qolib borayotgan mehr oqibatni uyg'otaylik. Muhim bir gap bor. U dunyoda bu dunyoni unutmaylik, bu dunyoda u dunyoni unutmaylik. O'rtasini olib yurgan yaxshi. Shuning uchun og'zi polvonlar juda katta gapiradigan aka-ukalar ko'rayotgan bo'lsa, gap katta gapirmaylar-da, nonni katta tishlab, mana bunaqa ishlar bilan, faktlar bilan qilsanglar, biz ham sizlarga faqatgina yoningizda turib olqishlab xursand bo'lamiz. Quruq aravani olib qochadigan blogerlar, ehson proyekt qiladigan blogerlar juda ko'payib ketdi. Shuning uchun bu gaplar o'z egasini topadi. Bir narsani yopishdinglarmi, bir missiyani oxirigacha yetkazib qo'yinglar. O'zingizga ishonsanglar, auditoriyaga ishonsanglar. Mana men o'zimga, auditoriyamga ishonaman. Allohim hammamizni shu ishlarga savachib qo'ygan ekan, hammalarga rahmat. Xullas, bu uy ham qurilishi 100% bitdi. Mebellari, jihozlari 100% jihozlandi. Hammom to'yatlargacha bo'ldi. Qo'shinsin darvozasigacha ham bo'ldi. Mahallasi asfalti ham bo'ldi. Ustalarga alohida rahmat va eng katta rahmatim mana shu hovlida turgan mana eng yaqin 4 ta 5 ta do'stim bor. O'sha do'stlarimga Asror, Baxti, Odil, Shavkat, mana shu bolalar bor 5-6 ta. Mana kamerani ushlab turgan Feruz ukam, Sardor ukam, mana Ilnur ukam, hammasi mana shu kimdir videosini, kimdir boshqasini, kimdir unisini, hammasiga rahmat. Beton Energy zavodiga ham rahmat. Albatta videom cho'zilib ketdi, shuncha gap qatdan kelyapti bilmayman, просто men xursandman. Ana o'zi hayot ichmaganman, chekmagan, bugun xursand bo'lganda aroq ichib boraman shekilli. Qani amin. O'zingizga duo qilib bering endi. Ilohi amin. Hamma ihson qilganlarga, yordam berganlarga hammasiga kattakon rahmat. Omadinglarni bersin. Bizga qilgan ihsoninglarni 10 barobar, 100 barobar qilib Allohim qaytarsin. Bolalarim shu yerda o'ynab, kulib bundan buyog'iga yaxshi yashashin. Katta bolasizlar sizlar. Siz ham o'zingiz ehtiyot qiling, tushundingizmi? Mana endi chiroyli bo'ldi sharoitlar. Endi maza qilib yuvinib, cho'nib, 4 ta xona bekim-mashaq o'ynab, maza qilib maktabga borib o'qib keldi. Yo'llarni ham loy ustiga beton qilib qo'ydik. Endi oyoqlar ham loy bo'lmaydi. Tushundingizmi? Aqlli qiz bo'lasizmi? Sizchi? Boshqa kuyib qolmaysizmi? Mana bu pulga o'zingizga shirinlikda yoki uyga borib bir kilo go'sht olib kelasiz. Bu sizga atalgan. Bir katta akamizni o'g'illari sizga berib olgan shuni. Tushundingiz-mi? Rahmat. Всё, спасибо этому дому, мы пошли к другому. Boringlarga shukr, men endi maza qilib uxlayman, hurmatli do'stlar. Albatta, 1-2 kundan keyin yana 100 ta oilaga ehsonimiz qoldi. Uni ham tugatamiz va xudo xolasa hayitga shu vaqt yaxshiliklar bilan yetib olamiz. Hammalarga rahmat, bu oila ham xursand. Agar erinmasanglar, videoni oxirigacha ko'rsanglar, uy qurish 60 kunlik jarayonni kadrini qo'yib yuboramiz. Hammalarga fikrlar bo'lsa, kommentda bildiringlar, negativlar ham bildiringlar, xohlagan narsalarni yozishinglar mumkin.